Agar bosh og'rig'i faqat bitta tomondan bo'lsa, Bu oddiy og'riq emas, ko'pincha migren kasalligi. yechimichi? Botulinoterapiya. Bosh og'rig'i bo'yindan boshlab yuqoriga chiqsa, Bu ko'p hollarda servikalgiya. yechimichi? Nevrolog ko'rigi. Ko'z o'z-o'zidan qisilib ketaverishi, Hemifatsial spazmda kuzatiladi. yechimichi? Botulinoterapiya. Boshni doim bir tomonga tortilib ketishi, Ko'p hollarda servikal distoniyada kuzatiladi. yechimichi? Botulinoterapiya. Bunda mushaklar tonusini oshib ketish natijasida botulinoterapiya mushaklar tonusini kamaytiradi. Yuz ifodasi kamaysa, qadamlar maydalashsa, Parkinson kasalligining erta bosqichi bo'lishi mumkin. yechimichi? Nevrolog ko'rigi. Erta tashxis simptomlarni yengillashtiradi. Uyquda tishlarni qattiq qisib uyg'onish, Bruksizm. Nevrologik va stress bilan bog'liq holat. Nevrolog nazorati.